Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi yangi obyektimizda ishimizni tugatdik. Bugungi obyektimiz Andijon viloyatida bo'ldi, shaharda. Xususiy maktabni tabiiy gazon qilib berdik, mana shunaqa qilib. O'ta ham sochli chiqqan. Sizlarga gazon xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sepilganiga 15 kun bo'limi olalari, xudo xolasa sochli bo'lib chiqadi. Mana endi chiqishni boshlayapti gazonimiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Keyin bu sug'orish tizimini kompyuterli qilib berganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hunter degan o'z soatida sug'oradi. Havo ayniq bo'lsa suv sepmaydi. Qasdan xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar xizmatlarimizga. Andijon, Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlariga kiradi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerim 91 105 32 52. O'ta ham sochli chiqqan masla. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Gazon xizmatlari mavjud bizda.